Barchaga assalomu alaykum. Mana bugun farmakologiya bo'yicha birinchi darsni boshlaymiz. Farmakologiyaga kirish qilamiz. Xo'p, farmakologiya nima o'zi? Farmakologiya o'sha yunoncha farmakon, ya'ni dori va logos fan so'zlaridan olingan bo'lib, umumiy dorilar haqidagi fan hisoblanadi, lekin buni biz tor nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aslida retseptorlar haqidagi fanga to'g'ri keladi, qachonki tibbiyot talabasi sifatida qaralganda. Xo'p, farmakologiyaga kirishdan oldin biz uni 4 ta asosiy qismlariga bo'lib olamiz. Bu uni umumiy, xususiy, farmatsiya va toksikologiyaga bo'linishi hisoblanadi. Biz talabalar uchun kerak bo'ladigan, ya'ni tibbiyot talabasi sifatida batafsil bilishimiz kerak bo'ladigan bu umumiy va xususiy farmakologiya hisoblanadi. Xo'p, bular haqida keyinroq batafsil ta'rif beraman. Xo'p, oldin farmatsiya nima? Farmatsiya bu asosan shu farmatsevtika institutlarida har xil tadqiqot olib boradigan olimlar yoki boshqa bir o'qituvchilar tomonidan o'rganiladigan fan, ya'ni farmakologiyaning bir qismi hisoblanadi. Bu farmatsiyaning maqsadi yangi dorilarni ishlab chiqarish, ya'ni effekti yuqoriroq, ta'sir tezligi tezroq, ya'ni qisqa muddatda ta'sir ko'rsatadigan va zararli ta'sirlari kamroq bo'lgan dorilarni kashf qilish va borgan sari dorilarning yangi avlodini, misol uchun birinchi avlod dorilari ancha yillar oldin o'rganilgan bo'lsa, keyingi 4-chi, 5-chi avlodga o'tgan sari har bitta dorini effekti yaxshilanib, zararli ta'sir kamayib boradi. Xuddi shu yangi izlanishlarni farmatsiya o'rganadi. Xo'p, toksikologiyaga keladigan bo'lsak, toksikologiya bu ko'proq harbiy tibbiyotga aloqador fan hisoblanadi, ya'ni turli xil urush davrlarida yoki har xil favqulodda vaziyatlarda qo'llaniladigan zaharli moddalar yoki zaharlarga qarshi antidot, ya'ni ziddi zaharlarni, ularning ta'sir mexanizmini, organizmda ko'rsatadigan zararli va foydali effektlarni o'rganadigan farmakologiyaning bir qismi hisoblanadi. Endi umumiy va xususiy farmakologiyaga qaytsak. Xo'p, umumiy farmakologiya o'z navbatida 3 qismga bo'linib ketadi. Bu farmakokinetika, farmakodinamika va ANS, avtonom nerv sistemasi. Avtonom nerv sistemasini biz boshqacha qilib abituriyentligimizda o'rganganmiz, vegetativ nerv sistemasi deb ham o'rganganmiz. Bunga keyinroq qaytamiz. Xo'p, farmakokinetika nima o'zi? Farmakokinetika, ya'ni farmakon dori degan ma'noni bildirishini bildik. Kinezis harakat degan ma'noni bildirib, organizmda doriga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganadi. Ya'ni bunda dori organizm bo'ylab harakat qilgani va bunda dorini harakatlanishiga organizm ta'sir ko'rsatganligi uchun organizmda doriga ta'siri deb qaralyapti va dori organizm bo'ylab harakatlangani uchun kinezis so'ziga mos kelyapti. Farmakodinamika dinamo effekt degan so'zga ma'no berayotganligi uchun dorini organizmga ta'sir, ya'ni dori dastlab organizmda o'zini harakatini amalga oshirib bo'lgandan so'ng dori endi haqiqiy o'zini maqsadiga erishishi kerak bo'ladi. Bu uni dorini organizmga ta'siri hisoblanadi. Ya'ni farmakokinetika organizmga dorini ta'siri, farmakodinamika dorini organizmga ta'siri. Bu haqida batafsil yana gaplashamiz. Xo'p, avtonom nerv sistemasi o'z navbatida 3 ga bo'linib ketadi. Ya'ni vegetativ nerv sistemasi. Bu PNS, periferik, parasimpatik nerv sistemasi, SNS, simpatik nerv sistemasi va ANS, enterik nerv sistemalaridan iborat. Enterik nerv sistemasi o'z navbatida bu o'z nomidan ko'rinib turibdi, hazm traktiga aloqador nerv sistemasi bo'lganligi uchun hazm traktida o'sha ichaklarimizni muskul qavatida joylashgan avur baxt chigali va shilliq osti qavatida joylashgan Meissner chigallardan iborat sistema hisoblanadi. Bu o'zi aslida bir fiziologik jihatdan qaralganda nerv sistemani bir qismi bo'lsa ham, farmakologiyaning umumiy qismiga kiritiladi, chunki farmakologiyaning xususiy qismida ko'rib chiqariladigan deyarli barcha dorilar shu avtonom nerv sistemasiga aloqador ravishda, ularni mediatorlari, ularni tegishli mediatorlarga tegishli retseptorlarga aloqador ravishda ishlaganligi uchun umumiy farmakologiyaning bir qismi sifatida avtonom nerv sistemasi qaraladi. Xo'p, xususiy farmakologiya nima unda? Xususiy farmakologiya umumiy farmakologiyadan farqli ravishda dorilarni alohida bir spetsifik guruhlarini o'rganadi. Misol uchun kardiologik dorilar, ya'ni yurak qon tomir sistemasiga ta'sir ko'rsatadigan dorilar yoki nafas sistemasiga, o'pkalarga, bronxlarga va hokazolarga ta'sir ko'rsatadigan respirator dori guruhlari yoki umuman boshqa guruhlar, misol buyrakka ta'sir ko'rsatadigan, jigarga ta'sir ko'rsatadigan yoki hazm traktini boshqa bir
qismlariga, hujayralariga yoki hujayralardagi spetsifik retseptorlarga ta'sir ko'rsatadigan dori guruhlarini o'rganadi, ya'ni xususiy ravishda o'rganadi. Lekin biz farmakologiyani 4 ta qismga bo'lganda umumiy va xususiy farmakologiyani ajratsak ham, lekin ular bir-biriga chambarchas tarzda ishlaydi. Ya'ni xususiy farmakologiya alohida kardiologik guruhlarni yoki alohida respirator dorilarni guruhlarini o'rganadigan bo'lsa, umumiy farmakologiya shu xususiyga kiradigan kardiologikni o'zini umumiy farmakologiyasini, respiratorni o'zini umumiy farmakologiyasini o'rganadi. Ya'ni umumiy farmakologiya deganda sizlar tushunmanglar, butun bir farmakologiya, ya'ni umumiy degan so'zdan kelib chiqib turib, butun bir farmakologiyani qamrab olyapti deb tushunmanglar. Bu shunchaki har bitta dori uchun umumiy bo'lgan. Ya'ni har bitta dorini o'zini farmakokinetikasi bor, har bitta dorini o'zini farmakodinamikasi bor va har bitta dori, deyarli har bitta dori avtonom nerv sistemasiga bog'liq ravishda ishlaganligi uchun bu alohida umumiy farmakologiya deb ajratilgan. Ya'ni biz o'zi xususiy farmakologiyani o'rganar ekanmiz va xususiy farmakologiyada har bir dorilarni umumiy farmakologiyasini o'rganib ketar ekanmiz. Endi farmakokinetikaga qaytsak, farmakokinetika organizmda doriga ta'siri dedim. Hozir buni o'z navbatida 4 ta kichkina guruhlarga bo'lib o'ramiz va bu haqida umumiy qisqacha ma'lumot berib ketaman. Batafsil ma'lumotni keyingi videolarda davom ettiramiz. Xo'p, farmakokinetika, ya'ni organizmda doriga ta'sirini o'z navbatida ko'rib turibsizlar. Ya'ni oral dori, ya'ni og'iz orqali qabul qiladigan dori misolida ko'rilganda 4 guruhga bo'linadi. Bu absorpsiya, transport, modifikatsiya va eliminatsiya. Ya'ni farmakokinetikasi har bir dorini 4 bosqichda o'zini hayot tarzini o'taydi. Bu birinchisi absorpsiya. Ya'ni nima uchun absorpsiyani yozyapman? Bu chunki hozir oral, ya'ni og'iz orqali qabul qilinadigan, ya'ni per-os orqali yo'l bilan qabul qilinadigan dori misolida yozyapman. Chunki ba'zi bir dorilar bor, ya'ni misol uchun inyeksiyon dorilar to'g'ridan to'g'ri qon tomir sirkulyatsiyasiga tushganligi uchun ularda absorpsiya yozilmaydi. Shuning uchun havas ichida oral dori misolida deb yozib qo'yapman. Buni e'tiborga olib qo'yasizlar. Keyingisi absorpsiya bo'lgandan so'ng albatta bu dori hazm traktidan qon aylanish sistemasiga tushadi va u tegishli transport oqsillari yordamida transport qilinadi, qachonki bu dori lipofil tabiatga ega bo'lsa. Chunki bizning qonimiz gidrofil tabiatga bo'lganligi uchun u o'zida lipofil moddalarni toshib yura olmaydi. Chunki lipofil moddalar tezlikda lipofil tabiatli muhitga o'tib ketishga harakat qiladi. Misol uchun o'sha hujayralar membranasi, o'sha endoteliotitlarning membranasi ham 2 qavatli fosfolipiddan tuzilganligi uchun agar gidrofil modda yoki umuman lipofil modda haqida gap ketayotganda, lipofil modda transportga bog'lanmasa, chunki u gidrofil emas, qon gidrofil. Qon bilan chiqisha olmaganligi uchun agar transportga bog'lanadigan bo'lsa, srazu o'sha endoteliotitni membranasidan sizib kirib ketib qoladi va tegishli zararli effektlar chaqirishi mumkin. Shuning uchun transport haqida gap ketganda moddalarni absorpsiyadan so'ng qon oqimida transport bo'lishi va bunda transport bo'lishi agar dori moddasi gidrofil tabiatli bo'lsa, erkin holda transport qilinadi, lipofil tabiatli bo'lsa, transport oqsillariga bog'langan holda transport qilinadi. Qaysi transport oqsillariga bog'lanishi va qay tarzda tosilishi va bularni klinikadagi ahamiyati, ya'ni bularni bilishni klinikadagi ahamiyati nimaligini keyingi videolarda batafsil gaplashamiz. Dori transport bo'lgandan so'ng o'zini farmakodinamikasiga to'xtaladi. Ya'ni mana bu farmakokinetika, farmakodinamika alohida tarzda emas, balki bir-biriga uyg'unlashgan tarzda bo'ladi. Chunki nima uchun bunaqa deyapman? Chunki shunaqa dorilar bor, qon oqimiga tushmasdan turib o'zini farmakodinamikasiga ega, ya'ni farmakodinamikasiga, organizmga ta'siriga ega. Misol uchun hazm traktiga ta'sir ko'rsatuvchi oddiy misol uchun olaylik, omeprazol, proton pompa ingibitorlari. Bu omeprazol ta'sir mexanizmi, proton pompa nimaligini keyingi darslarda ko'ramiz. Xo'p, umuman proton pompa ingibitorlari oshqozondagi xlorid kislotani sintezini kamaytirish uchun ishlatiladi. Ya'ni bunda ko'rib turibsizlar, absorpsiya bo'lishidan oldin o'zini farmakodinamikasini ko'rsatyapti. Bu omeprazolda hech qanaqa hozir transport ketgan yo'q, farmakodinamikaga erishish uchun modifikatsiya ketgan yo'q yoki chiqib ketgan yo'q, srazu ta'sirini ko'rsatyapti. Ya'ni aytmoqchiman, bu alohida tarzda ketmaydi, dorini tabiatiga qarab, dorini yuborish yo'liga qarab va o'ziga xos funksional guruh bir-biriga birikishi, transport oqsillari bilan o'zaro aloqasiga ko'ra uyg'unlashgan tarzda ketadi.
Xo'p, dori o'sha transport bo'lgandan so'ng qayerga transport bo'ladi? Tegishli nishon organga transport bo'ladi. Nishon organga transport bo'lgandan so'ng o'zini farmakodinamikasi, ya'ni organizmga ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Nima uchun biz qabul qilganligimizni aynan o'sha joyda ko'ramiz. Ta'sirini ko'rsatgandan so'ng endi bizga dori u kerak emas. O'zining ta'sirini ko'rsatib bo'ldi va u tegishli zararli metabolitlardan tozalanishi kerak yoki umuman dori butunlay holda organizmdan chiqib ketishi kerak. Shunaqa dorilar bor, u dori hech qanday o'zgarishsiz, modifikatsiyaga uchramasdan chiqib ketishi mumkin yoki ba'zi dorilar bor, chiqib ketishi uchun avval modifikatsiya bo'linishi kerak. Chunki siydigimiz bizni, ya'ni buyrak orqali chiqarib yuborilgan siydigimiz gidrofil tabiatli bo'lganligi uchun u lipofil moddalarni yoki oqsillarga birikib qolgan moddalarni chiqara olmaydi. Shuning uchun modifikatsiya qilinadi dorini gidrofil tabiatga o'tkazish uchun yoki transport bilan boshqacha aytganda transport bilan bog'lanmaydigan tabiatga o'tkazish uchun. Chunki bizning buyragimiz oqsillarni filtratsiya qila olmaydi. Oqsillar birmuncha yiriklik qiladi buning uchun. Xo'p, modifikatsiyadan so'ng dori o'zini ta'sirini ko'rsatib bo'ldi, o'sha modifikatsiyaga uchradi. Zararsizlantirildi. Boshqacha qilib aytganda bu modifikatsiya asosan jigarda kechadi. Deyarli barcha hujayralarimiz o'zi tanamizdagi modifikatsiya qilish qobiliyatiga ega. Ya'ni dorilarda ma'lum bir funksional gruppasini o'zgartirib, uni tabiatini o'zgartirish, ya'ni lipofilni gidrofil qilib qo'yish yoki gidrofilni lipofil qilib qo'yish yoki zararlini zararsiz qilib qo'yish tabiatiga ega deyarli barcha hujayramiz. Lekin shulardan eng asosiylari bular gepatotitlar hisoblanadi. Chunki gepatotitlarda 50 mingdan ortiq bu vazifani bajaruvchi fermentlar bor. Xo'p, bu modifikatsiyani kitoblarda boshqacha qilib ham berish mumkin, ya'ni biotransformatsiya deb ham berish mumkin. Biotransformatsiya deb ham berishi mumkin. Xo'p, dorini eliminatsiyasi, ya'ni elimination bu ingliz tilidan olinganda dori umuman yo'qotish, yo'q qilish degan ma'noni bildiradi. Eliminatsiyasi dori o'z ta'sirini ko'rsatib bo'lgandan so'ng organizmdan chiqarib yuborilishi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda bu eliminatsiyani dorini ekskretsiyasi deb ham atasak bo'ladi. Dori eliminatsiya bo'ladi va organizmdan chiqib ketadi. Bularni har biriga keyingi darslarda alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni eliminatsiyada qaysi yo'llar orqali eliminatsiya qilinadi, nima uchun eliminatsiya qilinadi, eliminatsiyani buzuvchi dorilar qaysi yoki eliminatsiyani kuchaytiruvchi dorilar qaysi va hokazolar haqida keyinroq batafsil gaplashamiz. Bugungi darsimizni endi anaprilin degan dori misolida yanada batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman hozir. Bizda anaprilin degan tabletka bor. 40 mg tabletkalar 50 ta chiqadi. Misol uchun shu 50 ta chiqadigan korobka shakli mana. Va anaprilin bu uni dorini savdo nomi yoki ingliz tilida aytganda trade name deydi. Yoki uni asosiy ta'sir ko'rsatuvchi doriga keladigan bo'lsak, generic name degan dori bor. Bu ingliz tilidan olganda, ya'ni dorini savdo nomi anaprilin, ya'ni anaprilinni shu firmani ishlab, ya'ni shu firma ishlab chiqargan odamlar mana shu doriga nomni qo'ygan anaprilinni. Buni xohlagan firma o'zgartirishi mumkin, lekin taydagi asosiy ta'sir ko'rsatuvchi modda propranololni o'zgartirmaydi va bu propranolol xalqaro patentlanmagan nomi deyiladi. Amerikada ham, Germaniyada ham, O'zbekistonda ham propranolol o'zgarmaydi, lekin har bitta firma o'zini tegishli litsenziyasini olgandan so'ng unga xohlagan nomini qo'yib chiqarishi mumkin. Ya'ni biosintez degan firma chiqaradi, misol uchun anaprilin, ya'ni anaprilin degan nomini ular qo'yadi, lekin propranololni o'zgartira olmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, bu dori tarkibidagi asosiy ta'sir ko'rsatuvchi modda propranolol hisoblanadi. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Nimani tushuntirmoqchiman hozir farmakokinetika va dinamika to'g'risida? Anaprilinni farmakokinetikasi va farmakodinamikasini qanday ajratib olamiz degan savol tug'iladi va buni umumiy farmakologiyasi va xususiy farmakologiyasi deganda nimani tushunamiz degan savol tug'iladi. Kelinglar, birinchi xususiy farmakologiyasidan boshlaymiz. Chunki biz boshda aytdik, dastlab xususiy farmakologiyasi o'rganiladi, uni keyin har bitta xususiy farmakologik dorini umumiy farmakologiyasi o'rganiladi. Ya'ni bu bir-biriga chambarchas bog'liq. Anaprilin kardiologik dori gruppasiga kiradi. Kardiologik. Ya'ni o'z nomidan ko'rinib turibdi, yurak qon tomir sistemasiga ta'sir ko'rsatuvchi dori. Kardiologik dorilar ham o'z navbatida bo'linib ketadi. Ya'ni qon bosimini tushiruvchi antigipertenziv. Hozir qisqacha aytyapman, batafsil o'sha yurak qon tomir sistemasiga kelganda ko'rib chiqamiz. Va aritmiyalarga qarshi antiaritmik,
Va keyingisi, ya'ni stenokardiya xurujilarida qo'llaniladigan antianginal. Albatta boshqa guruhlari ham bor. Shunchaki anaprelinning xususiy va umumiy farmakologiyasini tushuntirish va uni bir-biridan farqlash uchun bu 3 tagina guruhini yozdim xolos. Xo'p, anaprelin kardiologik dori. Kardiologik dori guruhiga kiradi. Xo'p, anaprelin qanaqa ta'sir ko'rsatadi desa, anaprelin ta'sir mexanizmlarini keyinchalik o'tganda o'rganib olasizlar. Hozir shunchaki ko'rish uchun uchala guruhga ham kiradigan dori hisoblanadi. Ya'ni ta'sir mexanizmi bu noselektiv beta blokator hisoblanadi. Ya'ni beta adrenaretseptorlarni deyarli barchasini, ya'ni beta 1 da ham, beta 2 ni ham va beta 3 da ham bloklash qobiliyatiga ega. Va albatta bu uni dozasiga ham bog'liq. Dozasi oshirilishi bilan retseptorlar turini bloklashi ham oshib boradi. Ya'ni kichik dozada beta 1 dozini, kattaroq dozada beta 2 ni va eng yuqori dozada hattoki beta 3 ni ham bloklovchi dori. Ya'ni noselektiv. Hammasini bloklash qobiliyatiga ega bo'lganligi uchun noselektiv deyapmiz. Umuman buni ta'sir mexanizmini tushunishga harakat qilmaylar hozir. Shunchaki qisqacha ma'lumot berib ketyapman. Anaprelin kardiologik dori ekan, antigipertenziv, ya'ni qon bosimini ham tushirar ekan, antiaritmik, aritmiyani ham oldini olar ekan, ya'ni aritmiyaga qarshi. Asosan qanaqa aritmiya desa, beta adrenoretseptorlar o'zi yurakdagi beta 1 va beta 2, ya'ni tugunlardagi bu retseptorlar taxikardiyani yuzaga keltirganligi uchun normada. Bu taxiaritmiyalarda qo'llaniladigan dori hisoblanadi. Va uchinchisi antianginal, ya'ni bosimni, yurakka keladigan bosimni kamaytirib turib, yurakda tosh tomirlaridagi bosimni ma'lum miqdorda kamaytiradi va tosh tomirlarni kengayishiga olib keladi. Shuning uchun antianginal. Xo'p, uchala guruhga kirar ekan. Shu anaprelin kardiologik antigipertenziv, kardiologik antiaritmiya yoki kardiologik antianginal deyishimiz bu anaprelinning xususiy farmakologiyasi bo'ladi. Endi anaprelin organizmda, ya'ni anaprelin tabletkalar bilasizlar, og'iz orqali, ya'ni peros ichiladi. Ichilganda 90% nima bo'ladi? Absorpsiya bo'lishi. Ya'ni anaprelin ichganimizda uni 90% absorpsiya bo'ladi, qolgan 10% oshqozondagi kislota va fermentlar ta'siriga uchrab yo'q bo'lib ketadi deyilishimiz. Bu anaprelinning farmakokinetikasi hisoblanadi. Farmakokinetikasining ham qaysi turi? Ya'ni birinchi bosqichda absorpsiyasi hisoblanadi. Anaprelin qon oqimiga tushgandan so'ng qondagi o'sha transport oqsillar, misol uchun albuminga 95% holda birikkan bo'lib transport qilinadi o'sha yurakka, misol uchun, yoki buyrakdagi yukstamindiral hujayralar sohasida joylashgan beta 1 adrenoretseptorlarga transport qilinadi va o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni 95% hollarda qon oqsillari bilan bog'lanadi deyapman. Qon oqsillari bilan bog'lanyaptimi? Demak, anaprelinni fikrlasak bo'ladi. Bu demak lipofil tabiatli modda. Chunki gidrofil bo'lganda qonda erkin holda suzib yurgan bo'lardi. Xo'p, bu transport bo'lishi, bu ham anaprelinning farmakokinetikasini transport bosqichi. Anaprelinda yarim yemirilish davri, misol uchun T1/2, ya'ni 50% metabolizmga uchrab ketadi deyishimiz, ya'ni 2 soatda misol uchun anaprelinning 50% jigarda modifikatsiyaga uchrab hech qanaqa zararsiz holatga keltirildi va hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydigan metabolit holiga keltirildi. Bu ham anaprelinning farmakokinetikasini modifikatsiya bosqichi va anaprelin deyarli 100% holatda barcha metabolitlari buyraklar orqali chiqib ketadi deyishimiz, uni eliminatsiyasi. Ya'ni eliminatsiya ham farmakokinetikaning bir qismi bo'lgani uchun eliminatsiyasiga to'g'ri keladi. Bularning barchasi anaprelinning farmakokinetikasi hisoblanadi. Umid qilamanki, sizlar hozir farmakokinetika va farmakodinamikani bir-biridan farqlab olishni o'rgandilar. Endi farmakodinamikasi qanaqa bo'ladi anaprelinni desak, ya'ni boshda aytib o'tdim. Dastlab xususiy farmakologiya deganda, ya'ni anaprelin kardiologik guruhga kiradi, qon bosimini tushiradi yoki antiaritmik ta'sir ko'rsatadi yoki antianginal ta'sir ko'rsatadi. Bu uning xususiy farmakologiyasi edi. Umumiy farmakologiyasida farmakokinetikasi nimaligini ham ko'rdilar. Endi anaprelinni organizmga yuborgandan keyin qon bosimi 180, ya'ni asosiy sistolik bosimi 180 ga chiqib ketgan bemorda anaprelin berilgandan so'ng qon bosimi 120 ga tushdi. Ya'ni dori organizmga ta'sir ko'rsatadi. U bemor o'zini o'zi qon bosimini tushirib qo'ygan yo'q. Aynan o'sha anaprelin dorisi bemordagi qon bosimini tushirdi. Ya'ni dori organizmga ta'sir ko'rsatyapti. Qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Misol uchun bosimni tushirdi. Yoki yurak urishlari 120 taga chiqib ketdi, anaprelin bergandan keyin yurak urishlari soni 80 taga yoki 90 taga tushdi. Ya'ni anaprelin o'zining effektini beryapti.
bu ham uni farmakodinamikasi yoki bo'lmasam yurakda birdaniga sanchiq bo'lib qoladi, anaprilin qo'llagandan so'ng sanchiq biroz kamaydi. Bu ham ya'ni anaprilin tufayli yuzaga kelyapti, dori organizmga effekt beryapti, o'zini effektini beryapti, ya'ni ta'sirini farmakodinamika, dinamo so'zidagi va shu tufayli farmakodinamikasini ko'rsatyapti. Bu narsalar anaprilinning xususiy farmakologiyasi, umumiy farmakologiyasi va uni farmakokinetika va farmakodinamikasi edi. Albatta keyingi darslarda bu anaprilinning metabolizmini o'zini ta'sir ko'rsatishini avtonom nerv sistemasiga, ayniqsa simpatik nerv sistemasiga bog'liqlik holatlarini o'rganib chiqamiz. Xo'p, bugungi dars qisqacha shulardan iborat edi va eng asosiysi e'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa farmakologiya bu shunchaki dorilar haqidagi fan emas, retseptorlar haqidagi fan. Bu qanchalik ahamiyatliligini keyingi darslarda batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Oddiygina misol uchun dorilar kundan kunga minglab butun dunyo bo'ylab dorilar chiqadi. Lekin biz bitta individ sifatida bizdagi organizmimizdagi retseptorlar hech qanaqa turlari o'zgarib qolmaydi. Soni bo'lsa ma'lum bir faktorlarga, yoshga yoki tegishli gormonlarga bog'liq ravishda retseptorlar soni o'zgarishi mumkin. Lekin retseptorlarning turi, har bir spesifik turini ishlash mexanizmlari hech qachon o'zgarmaydi. Shuning uchun farmakologiyaga kirishdan oldin uni shunchaki dori emas, balki retseptorlar haqidagi fanligini va retseptorlarni o'rganish qanchalik muhimligini tushunishlarini istagan bo'lardim. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda bularni keyingi qismlari bilan batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.